bir toshkentlik sifatida hammaga bir обращение qilib qo'ymoqchi edim. Haqsan uka deb yozib ketinglar, to'g'ri bo'lsa oxirigacha tinglab. Hozir kunlarda ko'ngilni xira qiladigan ko'pgina videolar chiqyapti. Ya'ni Toshkentning ko'chalari bo'shab qolgan, mana maza qilib yuribmiz, u qilib pitir qilib hamma video qilib yotibdi. Men Toshkentlik sifatida aytaman, to'g'risini aytamiz, biz sizlarni hammanglarni birdek yaxshi ko'ramiz. Vodiylimi, vohalimi, Qoraqalpog'imi, Andijonmi, Farg'onami, hammani bir xil yaxshi ko'ramiz. Chunki hammanglar bir jigarimizsizlar-da, bitta yurt farzandimiz, mana shu yurtda tug'ilib o'sganmiz. Sizlarni boringlarga shukr, hammanglar bir o'zinglarni shevinglar bilan bir chiroyli odamsizlar. Lekin bizga nima asabga tegadi? Bir xillarida farosatsizlik asabga tegadi. Bu toshkentliklarning ham ichida bor, sizlarning ham ichinglarda bor. Prosta endi toshkentliklar ham hozir ommaning ichida hozir kamroq bo'lib ko'rinayotgani uchunmi, endi boshqalar ko'proq bo'lib ko'rinayotgani uchunmi, bilmadim kimlarnidir asabiga tegib san menga borilgandir. Lekin aslida ishoninglar, bizga umuman farqi yo'q. Toshkentda odam ko'p bo'ladimi, probka bo'ladimi? Biz уже ko'nikib ketganmiz bu narsalarga. Umuman qizig'i yo'q akalar. Prosta befarosatsizlik qilmanglar. Yo'lda, общий yo'lda PDDga chiroyli rivoya qilib yursa, inshaalloh hammamiz zo'r bo'lib ketamiz. Hech kim bir-birini so'kmaydi. Asablarimizni asraymiz, eson-omon uyimizga borib kelamiz. Sizlar ham rizqinglarni tergani kelgansizlar. Toshkent non shahri deb bir paytlar urush davrida o'ris kelgan-ku, o'risi anaqasi tegi 7 ta qavat ko'rpachani solib o'zimizni yerda yotgan odamlarimiz-ku, biz nimamizga kerilamiz? Biz shunaqa bir-birimizdan yaxshi ko'raylik, undan ko'ra hayit kunlari dilxiralik qilmaylik, bir-birimizga yomon gaplar gapirmaylik. Joninglar sog' bo'lsin, omon bo'linglar. Bu videoni ertaga Toshkentga mehmonga kelmoqchi bo'lgan do'stingizga bitta jo'natib qo'ying. Men ularni yaxshi ko'raman.